Eng arzonlari mana shu bo'lsa kerak. 3 ta range. Orzungizdagi menimcha ko'pchilik bunaqa darajada arzon qilmasa kerak. O'zida shuncha avtomobilni jamlashi. Qarang, SLS, Ferrari, Lambo. Taxmin qilib ko'ring. Shu bir dona bitta skladda o'zi turgan mashinalar taxminan necha pul bo'lishi mumkin shu joyda? Necha pulli mashinalar turibdi taxminan? Kalkulyatorlar adashib qolmasa bo'ldi. Voy, Maybach-ku. Rolls, Ferrari, Aston Martin, Ferrari, Maybach, yana Maybach. Shularning o'zi dahshatli summalar turadi. Bu yoq tomonda Rolls, Porsche, SLS, Ferrari. Bular ham eng arzonlardan bo'lsa kerak. GLS va tomosha qiling. Ferrari'ni legendarniy kuzovlari. Agar sizga ham limited, ekskluzivniy va kolleksiya uchun avtomobil kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Istalgan turdagi avtomobillarni yetkazib berishimiz mumkin.